Tezkor xabar. Ertaga qayerda qor yog'ishi aytildi. Assalomu alaykum azizlar, kun xabar kanaliga xush kelibsiz. Agarda kanalda yangi bo'lib turgan bo'lsangiz, videorolikimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zgidrometerdagi 11 dekabr kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 500 metr/sekund tezlikda esadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 712 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha, ayrim joylarda ba'zida 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 712 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha, ayrim joylarda ba'zida 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 712 metr/sekund tezlikda esadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 712 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 16-21 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Mangana va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 500 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 712 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.